Butun dunyoda energiya tanqisligi, elektr narxining oshib borishi muammo emas. Chunki tabiatning tekin va bebaho manbai quyosh bor. Energiya bu hayot manbai, quyosh esa energiyaning ulkan manbasi. Bu so'z yuritmoqchi bo'lgan tadbirkor nafaqat energiya olishga ko'maklashmoqda, balki odamlarga ish va umid ham bag'ishlayapti. Men o'zim IT sohasida o'qiganman. Bu narsaga qiziqishim shundan boshlangan. Yevropa taraflarida asosan hozir yashil iqtisod, ya'ni quyosh panellari rivojlangan. Bu tadbirkorligimizni 100 million so'm bilan boshlamiz, kredit olib davlat tomonidan. Keyinchalik shu rivojlanib, bugun kelib aylanma mablag'imiz 1 million dollarga yetdi. Hozirgi kunda kompaniyamizda 20 ta xodim ishlab kelmoqda. Ularning 4tasi yoshlar daftarida turadi, 6tasi migrant sifatida ishlab yurganlar. Shularni o'zlarimiz taklif berib, hozirgi kunda chaqirib oldik. Raqamlarga e'tibor qaratsak, shu kungacha tadbirkor tomonidan viloyatning turli nuqtalarida quyosh stansiyalarini tashkil etilishiga erishilmoqda. Oyiga 300 ta xonadonga xizmat ko'rsatyapmiz. Bu o'rtacha har xonadon 10 kilovatdan o'rnatganda 3 megavatni tashkil etadi. Elektr energiyasini 50% dan 100% gacha o'zi qoplaydi, o'zi ishlab chiqaradi. Yosh tadbirkorga chin ma'noda ishbilarmon ta'rifini keltirish mumkin. Sababi o'z vatandoshlarini migratsiyadan qaytarib bandligini ta'minlay olgan. Natijada 20 nafar xodim oyiga o'rtacha $1000 dan ortiq yuqori maoshni ona vatanida yaxshi mehnat sharoitida qo'lga kiritmoqda. Migratsiyada Vanda 1,5 smena ishladim. Ertalabki soat 8 dan kechqurun soat 2 gacha ishladim. O'shanda $1000 topardim. Lekin Vanda ishlagan pulimman yaxshiroq bedava topib turibman. O'zbekistonda 16 million so'm oylik olib turibman. Bu yerda qiyinchilik yo'q, oilamiz bag'rida tinch, ertalab kelamiz, kechqurun boramiz. 5-6 yil migratsiyada ishlaganman. Bu yerda ish qiyinroq edi. Hozirda bu yerga payvandchida bo'lib ishga kelganman. Oyliklari yaxshi, o'z vaqtida beriladi. Kasbim yaxshi ko'raman. Eng asosiysi oilamning davrasidaman. Asrning eng toza, eng arzon energiyasi bu quyosh panellari. Siz quyosh panellarini bir marotaba o'rnatasiz va 25 yil davomida sizni elektr energiya bilan bog'liq muammo bezovta qilmaydi. 10 kilovat fotoelektr stansiya qo'ydingiz uyingizga. O'zingizning iste'molingizni qoplaydi. Uni ortiqchasini davlatga sotadi. 10 kilovatda 1,5 million so'm daromad qilsa bo'ladi oyiga. Aholi xonadonlarida eng yuqori ko'rsatkich 50 kilovatgacha ruxsat bor. Tadbirkorlarda 1 megavatgacha. Men ishonamanki, har bir xonadon quyoshdan energiya oladigan vaqt keladi. Biz faqat energiya olmayapmiz, kelajakni ham ko'ryapmiz. Neft bor yerda iqtisodiyot gullaydi, deyishar edi. Endi esa quyosh bor joyda taraqqiyot boshlanmoqda. Buni xonadonlar ham allaqachon his qilib ulgurishdi. Qish oylari 1 oy davomida 4000 kilovat elektr energiyasi iste'mol qilardik. 20 kilovatlik quyosh fotoelektr stansiyasi o'rnatdik. 130-120 kilovat atrofida elektr energiyasi ishlab berdi. Buni samaradorligini yaxshi ekanligini ko'rgandan keyin 100 kilovatga yetkazdik. Har kuni 600 kilovat atrofida elektr energiyasi ishlab chiqarib bermoqda. Har kuni shu 500 ming so'm atrofida oilamizga iqtisodiy daromad keltirmoqda. Quyosh energiyasi bu shunchaki texnologiya emas, bu erkinlik, iqtisodiy mustaqillik va tabiatga hurmat. Elektr narxi oshishi, tok o'chishi bularning barchasi sizning uyingizga ta'sir qilmasligi mumkin. Buning uchun faqat bir qadam tashlash kifoya.